Pensionerlar uchun 2026 yilda eng muhim savol shunday: qaysi to'lovlarni haqiqatan ham to'lamaslik mumkin, qaysilarini esa vaqtida to'lamasa qarz va penga chiqadi. Men bugun aynan shu masalani sodda, aniq va hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga va uy-joy hujjatlari pensioner nomida bo'lgan oilalarga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni keraksiz xarajatga yoki aksincha qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni o'z vaqtida bilish pulingizni saqlab qoladi. Avval pensionerlar orasida juda keng tarqalgan gap bor edi. Men pensionerman, demak hech narsa to'lamayman. Bu noto'g'ri tushuncha. Pensioner bo'lish barcha to'lovlardan avtomatik ozod qiladi degani emas. Ayrim to'lovlar bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Ayrimlarda chegirma bo'lishi mumkin. Ayrimlarda esa umuman imtiyoz yo'q. Eng katta muammo shundaki, odamlar bu farqni ajratmaydi. Oldin ko'pchilik hujjat bilan yurardi. Pensioner guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, kadastr hujjati, mahalla ma'lumotnomasi. Har bir idoraga alohida borish, ariza yozish, nusxa topshirish kerak bo'lardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Ba'zan tizimda ma'lumot chiqmaydi. Ba'zan uy pensioner nomida emas, ba'zan bir nechta obyekt bor. Ba'zan pensioner yashayotgan uy boshqa farzandining nomida bo'ladi. Shunda imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim masala soliq, kommunal to'lovlar, chiqindi to'lovi. Uy-joy bilan bog'liq majburiy to'lovlar va ayrim davlat xizmatlari bo'yicha imtiyozlarni to'g'ri aniqlashdir. Men sizga bir narsani aniq aytaman. Hech qachon falonchi to'lamabdi, men ham to'lamayman degan gapga ishonmang. Har bir holat hujjatga, mulk kimning nomida ekaniga, yashash joyiga, pensionerning maqomiga va mahalliy tartiblarga qarab farq qiladi. Eng avvalo uy-joy bilan bog'liq soliq masalasini ko'rib chiqamiz. Ko'p pensionerlar uchun eng og'ir savol shu: mening uyim bor. Men mol-mulk solig'ini to'laymanmi yoki yo'qmi? Amaliyotda pensionerlar ayrim hollarda mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyoz odatda hamma mulki emas, ma'lum shartlar asosida qo'llanadi. Masalan, pensioner nomida bitta yashash uyi yoki kvartira bo'lsa, shu obyekt bo'yicha imtiyoz qo'llanishi mumkin. Ammo pensioner nomida ikkita uy bo'lsa, ikkinchi uyga soliq hisoblanishi ehtimoli bor. Oddiy misol keltiraman. Anvar ota 68 yoshda Toshkent viloyatida yashaydi. Uning nomida bitta hovli bor. Kadastri ham o'z nomida. Pensiya ham o'z nomiga rasmiylashtirilgan. Bunday holatda Anvar ota soliq organiga yoki MyBokokuf uz orqali murojaat qilib, mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llanganini tekshirtirishi kerak. Agar tizimda imtiyoz ko'rinib turgan bo'lsa, u soliqni to'lamasligi mumkin. Lekin agar shaxsiy kabinetda soliq qarzi chiqayotgan bo'lsa, men pensionerman deb jim yurmaslik kerak. Darhol aniqlashtirish zarur. Ikkinchi misol. Zaynab opa 72 yoshda u qizi bilan yashaydi. Uy qizining nomida. Zaynab opa pensioner bo'lsa ham, uy o'z nomida bo'lmagani uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz qizining obyektiga avtomatik o'tmaydi. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Pensioner uyda yashayapti, lekin mulkdor boshqa odam. Soliq esa yashayotgan odamga emas, mulk egasiga qarab hisoblanadi. Demak, Zaynab opa, men shu uyda yashayman, pensiyadaman desa ham, agar uy qizining nomida bo'lsa, imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Uchinchi misol. Rahim aka pensioner, lekin uning nomida bitta kvartira va bitta dala hovli bor. U ikkalasi ham meniki, men pensionerman, ikkalasi uchun ham to'lamayman deb o'ylashi mumkin. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p imtiyozlar faqat bitta obyektga yoki asosiy yashash joyiga nisbatan qo'llanadi. Qolgan obyektlar bo'yicha soliq chiqishi mumkin. Agar Rahim aka buni tekshirmasa, yil oxirida qarz yig'ilib qoladi. Keyin penya qo'shiladi. Keyin bank kartasidan ushlab qolish yoki boshqa cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Yer solig'i masalasida ham shunga o'xshash holat bor. Hovli joyi bor pensionerlar yer ham uyning ichida-ku, demak to'lamayman deb o'ylaydi. Lekin mol-mulk solig'i va yer solig'i alohida tushunchalar. Ayrim imtiyozlar yer solig'iga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa faqat ma'lum toifadagi shaxslarga beriladi. Masalan, yolg'iz pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs. Boquvchisini yo'qotgan oila kabi alohida toifalar bo'yicha shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim
Aytaman, soliq turini alohida tekshiring. Uy solig'i yo'q ekan degani, yer solig'i ham yo'q degani emas. Kommunal to'lovlarga kelamiz. Elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi, issiqlik, kanalizatsiya kabi xizmatlar odatda iste'mol qilingan miqdor bo'yicha to'lanadi. Pensioner bo'lish bu xizmatlarni butunlay bepul qiladi degani emas. Agar hisoblagichda 200 kilovat elektr ishlatilgan bo'lsa, u hisob kitobga tushadi. Agar gaz hisoblagich 300 kub metr ko'rsatsa, u ham hisoblanadi. Lekin ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki mahalla orqali yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Farqni tushunish juda muhim. Bepul foydalanish boshqa narsa, davlat tomonidan yordam berilishi boshqa narsa. Masalan, yolg'iz yashovchi 75 yoshli pensioner bor. Uning pensiyasi kichik farzandlari yo'q yoki alohida yashaydi. Qishda gaz va elektr xarajatlari oshadi. Bunday odam men to'lamayman deb o'tirsa, qarz yoziladi. To'g'ri yo'l nima? Mahallaga borib, ijtimoiy himoya ro'yxati, moddiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya imkoniyatlarini so'rash kerak. Agar u haqiqatan ham ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilsa, unga yordam ajratilishi mumkin. Lekin yordam ajratilguncha hisoblangan kommunal qarz o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Chiqindi to'lovi ham ko'p bahsli masala. Ba'zi hududlarda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki yolg'iz keksalar uchun chiqindi xizmatlari bo'yicha imtiyoz yoki alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin bu ham butun respublika bo'yicha hammaga bir xil avtomatik qo'llanadi deb aytish xavfli. Chunki chiqindi xizmatlari hududiy operatorlar, mahalliy qarorlar va shartnomalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizga chiqindi uchun har oy to'lov chiqayotgan bo'lsa, operatorga qo'ng'iroq qilib yoki mahalla orqali pensionerlik imtiyozi bormi? Qanday hujjat kerak? Qaysi sandan qo'llanadi deb yozma tarzda aniqlashtiring. Yana bir muhim yo'nalish davlat xizmatlari. Ayrim ma'lumotnomalar, notarial harakatlar, sud xarajatlari yoki ariza ko'rib chiqish bo'yicha alohida toifalarga imtiyozlar bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha hujjat rasmiylashtirishda ortiqcha pul to'lab yuboradi. Chunki kassadagi yoki xizmat ko'rsatish markazidagi xodimga o'z maqomini aytmaydi. Men tavsiya qilaman, har qanday davlat xizmatiga borganda avval pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Nogironlik yoki yolg'iz pensioner maqomi bo'yicha chegirma bormi? deb so'rang. Bu oddiy savol ba'zan pulingizni tejaydi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda nomida bir nechta uy, kvartira, yer uchastkasi yoki noturar joy bo'lgan pensionerlar. Ikkinchi, uy o'z nomida emas, lekin o'zi yashayotgan pensionerlar. Uchinchi, yaqinda meros olganlar. To'rtinchi, farzandlari chet elda bo'lib, kommunal to'lovlarni o'zi kuzatmaydigan keksalar. Beshinchi, elektron kabinetdan foydalanmaydigan va qarz chiqqanini faqat ogohlantirish kelganda biladiganlar. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlar tartibda bo'lgan, nomida bitta asosiy uy bo'lgan, soliq organida imtiyozi ko'rinib turgan, kommunal to'lovlarni vaqtida tekshiradigan pensionerlar. Lekin men baribir yiliga kamida 2 marta tekshirishni maslahat beraman. Yil boshida va yil o'rtasida. Chunki kadastr ma'lumoti o'zgargan bo'lishi, tizimda xatolik bo'lishi yoki imtiyoz tasdiqlanmay qolgan bo'lishi mumkin. Eng birinchi nozik joy, imtiyoz avtomatik tushmagan bo'lishi mumkin. Siz pensionersiz, lekin soliq bazasida bu ma'lumot bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, JSA-shir noto'g'ri kiritilgan. Kadastrda eski familiya qolgan yoki pensiya ma'lumoti boshqa tizimdan ko'rinmayapti. Natijada sizga soliq chiqadi. Bunda janjal qilish emas, hujjat bilan tuzatish kerak. Ikkinchi nozik joy, imtiyoz sanasi. Odam yanvarda pensioner bo'lgan bo'lsa, imtiyoz qaysi oydan qo'llanadi? Yil boshidanmi? Pensiya tayinlangan sanadanmi? Ariza berilgan sanadanmi? Bu savolni albatta idoradan aniqlashtirish kerak. Chunki ayrim holatlarda imtiyoz huquq paydo bo'lgan kundan, ayrim holatlarda murojaat qilingan vaqtdan boshlab hisobga olinishi mumkin. Agar siz kechiksangiz, ortiqcha to'lov qilishingiz yoki qarzni bekor qildirishda qiynalishingiz mumkin. Uchinchi nozik joy, pensioner nomidagi noturar joy. Masalan, kichik do'kon, garaj, ombor ijara uchun berilgan xona. Ko'pchilik buni ham oddiy mulk deb o'ylaydi. Lekin soliq va imtiyoz nuqtai nazaridan noturar joy alohida ko'rilishi mumkin. Pensionerning yashash uyi bo'yicha imtiyozi borligi uning tijorat obyekti bo'yicha ham soliq to'lamaydi degani emas. Agar pensioner nomida do'kon bo'lsa va undan daromad olsa, bu masalani alohida soliq mutaxassisi bilan tekshirish kerak.
4-chi nozik joy meros. Otaxon vafot etgan. Uy onaxon nomiga o'tmagan, lekin onaxon shu uyda yashayapti. Yoki aksincha uy hali marhum nomida turibdi. Bunday vaziyatda imtiyoz ham, soliq ham chalkashib ketadi. Hujjatlar rasmiylashtirilmaguncha tizimda haqiqiy holat ko'rinmaydi. Men ko'p uchratgan holat. Oila uy baribir bizniki deb yuradi. Lekin kadastr eski nomda. Keyin soliq qarzi, meros hujjati, notarius xarajati bir joyda yig'ilib, muammo kattalashadi. 5-chi nozik joy vaqtida to'lanmagan kommunal qarz. Pensioner keyinroq imtiyoz olgan taqdirda ham oldingi iste'mol bo'yicha qarz masalasi alohida ko'rilishi mumkin. Masalan, elektrdan foydalandingiz, hisoblagich ko'rsatdi, to'lov qilinmadi. Keyin men pensionerman deb borsangiz, sizga yordam mexanizmi tushuntirilishi mumkin. Lekin ishlatilgan xizmat uchun qarz avtomatik o'chiriladi deb o'ylamaslik kerak. Shu sababli har oy hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshirib boring. 6-chi nozik joy ro'yxatdan o'tgan odamlar soni. Chiqindi, suv yoki ayrim xizmatlarda to'lov ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanishi mumkin. Uyda aslida 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turgan bo'lsa, to'lov ko'proq chiqishi mumkin. Pensioner men yolg'iz yashayman deydi, lekin tizimda farzandlari ham ro'yxatda. Shunda imtiyoz yoki chegirma to'g'ri qo'llanmasligi mumkin. Bunday holatda migratsiya va ro'yxat masalasini ham tartibga keltirish kerak. 7-chi nozik joy subsidiya va imtiyozni aralashtirish. Imtiyoz degani sizga muayyan to'lov hisoblanmasligi yoki kamaytirilishi. Subsidiya esa davlat yoki mahalla sizga yordam sifatida mablag' ajratishi. Ikkalasi turli tartibda beriladi. Imtiyoz uchun soliq yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilasiz. Subsidiya yoki moddiy yordam uchun mahalla va ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qilasiz. Agar buni adashtirsangiz, noto'g'ri idoraga borib vaqt yo'qotasiz. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men pensionerlarga va ularning farzandlariga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Avvalo, barcha mulklaringiz ro'yxatini aniqlang. Uy, kvartira, hovli, yer uchastkasi, garaj, dala hovli. Noturar joy bor yo'qligini yozib chiqing. Har birining kadastr raqami, kimning nomida ekani va manzilini tekshiring. Agar hujjat topilmasa, davlat xizmatlari markazdan yoki kadastr tizimidan ma'lumot oling. Keyin soliq qarzingizni tekshiring. Buni soliq organining shaxsiy kabineti, mobil ilova, davlat xizmatlari portali yoki hududiy soliq inspeksiyasi orqali bilish mumkin. Agar qarz chiqsa, darhol bu nima uchun hisoblangan deb so'rang. Mol-mulk solig'imi, yer solig'imi, qaysi obyekt bo'yicha qaysi yil uchun imtiyoz qo'llanganmi yoki yo'qmi? Bularni aniq bilmasdan to'lov qilmang ham, butunlay e'tiborsiz ham qoldirmang. 3-chi qadam, pensionerlik maqomini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSSH shir, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, agar bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi. Yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda bir xil hujjat so'ralmasligi mumkin, lekin tayyor bo'lsa, ishingiz tezlashadi. 4-chi qadam, ariza yozing. Og'zaki so'rov bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men pensioner sifatida mol-mulk yoki yer solig'i bo'yicha amaldagi imtiyozlarni qo'llashni, hisoblangan qarzni qayta ko'rib chiqishni va natijasi haqida yozma yoki elektron javob berishni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, kadastr raqamingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri yozilsin. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. 5-chi qadam, kommunal xizmatlarni alohida tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Har bir operatorga pensionerlar uchun imtiyoz, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam tartibi bor yo'qligini so'rang. Agar siz yolg'iz yashasangiz yoki daromadingiz juda kam bo'lsa, mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritish tartibini aniqlang. 6-chi qadam, ro'yxatda turgan odamlarni tekshiring. Uyda kimlar propiskada yoki doimiy ro'yxatda turganini aniqlang. Agar farzandlar boshqa joyda yashasa, lekin shu uyda ro'yxatda qolgan bo'lsa, chiqindi yoki boshqa to'lovlar ortiqcha hisoblanishi mumkin. Bu masala oilaviy kelishuv bilan qonuniy tartibda hal qilinishi kerak. 7-chi qadam, har bir javobni saqlang. Idora sizga imtiyoz bor desa, yozma javob yoki elektron tasdiq oling. To'lamasangiz ham bo'ladi degan og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Ayniqsa soliq, chiqindi va kommunal xizmatlarda hujjat muhim. Cheklar, arizalar, javob xatlari va
Skrinshotlarni alohida papkada saqlang. 8-qadam farzandlar yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron kabinet, SMS xabar, ilova yoki QR to'lovlardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar oyga bir marta ota-onasining soliq va kommunal holatini tekshirsa, katta muammolarning oldi olinadi. Bu pul berishdan ham muhim yordam bo'lishi mumkin. Chunki qarz vaqtida aniqlansa, penya va ortiqcha xarajat chiqmaydi. Men yana bir maslahat beraman. Agar sizga katta miqdorda qarz chiqsa, darhol vahimaga tushmang. Avval qarz qaysi asosda chiqqanini aniqlang. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri ko'rsatgan bo'ladi. Ba'zan eski qarz yangi egaga o'tib ketgan bo'ladi. Ba'zan imtiyoz kiritilmagan bo'ladi. Ba'zan obyekt noto'g'ri tasniflangan bo'ladi. Ammo qarzni ko'rib chiqish uchun murojaat qilmasangiz, tizim uni haqiqiy qarz deb yuritaveradi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasligi yoki kamaytirilgan tartibda to'lashi mumkin. Lekin bu har doim hujjat, mulk egasi, to'lov turi va mahalliy tartibga bog'liq. Eng xavfli xato hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'ylash. Eng to'g'ri yo'l soliqni alohida, kommunal to'lovlarni alohida, chiqindi va davlat xizmatlarini alohida tekshirish. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugungi hujjatlaringizni ko'rib chiqing, soliq qarzingizni tekshiring, mahalla yoki tegishli idoradan imtiyoz tartibini so'rang va hammasini yozma tasdiq bilan rasmiylashtiring. Shunda siz keraksiz to'lovlardan qutulasiz. Lekin haqiqiy majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdor bo'lib qolmaysiz. Agar sizning hududingizda pensionerlarga qanday imtiyozlar berilayotganini bilsangiz, albatta izohlarda yozing. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner, ota-onasi bor har bir oilaga kerak.